Sahna faoliyatiga aylantirilgan inqilob. Abdurahimjon Abdurashid. 4-bob. Yevropadagi ichki raqobatning boshlanishi. Tögen qancha bo'lsa, yig'irmi shuncha bo'ladi. Bir zamonlarda vatandoshlarimiz yuzlab, minglab kelsa, bizmi boshqa ko'chman, da'vogar millatlardek shavqinliq bir faoliyatlarni ko'rsatadigan bo'lsak deb shunchalik armon qilatdim. Afsus, to'lima afsus. Xitoyning zulmidan qochib kelgan qarindoshlarimizga deb bag'rimizga bosdik. Ammo yuraklarimizga sanjilayotgan nashtarning qo'ynimizda ekanligi bek fojialik bo'ldi. Yilg'u bari yo'qi 50-60 odam kensizlar. Yilitin sig'ishmay, bosh yerishib, qon bo'lishib ketyapmiz. Agar Iroqlikdek, Ironlikdek, Afg'on va Vyetnamlikdek 10 minglab, 100 minglab kelgil tursanglar, ahvolimiz qanday bo'lib ketar? Ya'ni bu bir erbobning shikoyati. 1998-yili avgust Myunxen. Yuqoridagi o'kinish ichida aytilgan bir qancha jumlalik parchani cho'rdigan holda nazarimizni ozroq ag'dirsak, ayni vaqtda Germaniyadagi o'zaro raqobatlashayotgan kishilarning va tashkilotlarning ahvoli bilan xil obdalli tunishib chiqa olamiz. Ba'zilar chichangshib, vaqti o'tib ketgan 20 yillik kon hammani so'rmay, kelgusiga qarta bir narsa desang bo'lmamda voy deyishi mumkin. O'tgan ishdan xabarsiz yashayotgan boyqushlardan bo'lganligimiz uchun hozir nima qilishimizni, kelgusi uchun qanday tayyorlik qilish lozimligini bilmay, tuz yo'lda ketib yetibmi, har qadamda bir putlashib, yiqilib yurgan daldushdan farqimiz yo'q o'tayotimiz. Haq nima desa deyalaydi. Eg'iz quloq o'zining bo'lgankin, bizmi bildirib qo'yishga tegishli gapni davrimiz. Uyg'urlar Yevropa tavasida tunji bo'lib Germaniyaga ko'chishga boshlagan ekan. 1994-yili Germaniyadagi Konyanga 10 nafarcha Uyg'urlar to'plashib, Sharqi Turkiston Yevropa birligi nomida bir tashkilot qurib, qo'lidan kelishicha germancha, inglizcha tillarda tashviqot varaqlarini nashr qilib, Sharqi Turkistonning siyosiy vaziyatini, Xitoyning zulmini, Uyg'urlarning holi ahvolini Germaniyaliklarga va turli millatlarga anglatish bilan shug'ullanat ekan. Garchi odam soni oz, moddiy imkoniyat yo'q, qo'llovchisi yo'q, hech kim tonimaydigan ahvolda bo'lsa-mu, ulardagi vatanga, millatga bo'lgan seg'inish ham milliy majburiyat tuyg'usini shunda qilgan ekan. Keyincha tuqqanlarning tuqqani, tunishlarning tunishlari birlab, ikkilab kelib Uyg'urning soni ko'payishga boshlabdi. Dastlabda nashr qilgan chattalchi varaqlarning o'rniga Uyg'urcha qaralsiz risola jurnal chiqarib, Uyg'urlar yashaydigan Iroq yaqinidagi ellarga yo'linib, Germaniyadagi bir qancha nafar ko'chman Uyg'urlarning donqi boshqacha anglanib turgan bo'lsa kerak. Oldingi bobda aytilgandek, O'rta Osiyodagi Uyg'urlarning Xitoyga qarshi vatan qutqizish harakatlari xatar ostida qolgan bo'lg'achqa, Germaniyada demokratik bir davlatda qad ko'tarayotgan tashkilot mung besib turayotgan ko'ngillarni yoritib, o'ziga talpindirishi tabiiy avval. Uning ustiga 1996-yili noyabr Germaniyada chaqirilgan Sharqi Turkiston Milliy Majlisi yig'ini to'g'risida xabarlar eg'izlarning quloqlarga, quloqlarning yana eg'izlarga yetkazilib, turli mazmunlar qitilib, Germaniyadagi bütün Yevropaliklarni qo'shib, Yevropa miqyosida birlik tashkillagan Sharqi Turkiston Yevropa birligi tashkiloti mana endi Germaniyada Milliy Majlis qurdi ekan. Milliy Majlis, Milliy parlament degan gapkan. Ha, mana bizning parlamentimiz qurilib, vatanni ozod qilgan kunimiz oz qoldi. O'rta Osiyo va Qozog'iston tavasidagi faoliyat qilayotgan Uyg'uriston mustaqillik harakati to'sqinlik uchirgan dastlabki paytda Anqarada universitet va maktablarda o'qiyotgan bir qancha Uyg'ur yoshlari, ya'ni 1996-yil fevralning oxirlari Sharqi Turkiston Milliy Majlisi qurish plan loyihasini O'rta Osiyo, Pokiston, Qozog'iston,
qatarlıq dövlətlərdəki Uyğur təşkilatlarına yetkizib, ularning ko'z qarash, fikr takliflarini oladi va yig'inga vakil qatnashtirishga da'vatlik ekanligini bildirdi. Ya'ni 1996 yili 5-mart. Almatadagi Uyg'uriston ozodlik tashkiloti rahbarlari Sharq Turkiston Milliy Majlisi qurish taklif loyihasini ko'tarib kelgan bir o'quvchini tashkilot ishxonasida qabul qilib, tafsiliy fikrlashdi. Ham tashkilot ichida muzokara qilib, javobini xat orqali yetkazgan bo'lib kelishdi. Shuningdek 2 kun keyin tashkilot doimiy komitetining jiddiy yig'inini chaqirib, Sharq Turkiston Milliy Majlisining nizomnoma loyihasini muzokara qilib, 17 moddasiga tuzitish, to'liqlash kirgizib, qo'shimcha talab takliflari bilan pochta orqali yo'lladi. Biroq martdan noyabr oyigacha hech qanday uchur, aloqa yo'q. Tuyuqsiz yig'in chaqirilgan kun e'lon qilindi. Bu yig'inni Germaniyadagi Erkin Aliptekin apandi yang ichida tashkilotida deb jazm qiladigan ham Aliptekin oilasiga tarafdorlarga yomon qaraydigan Yusufbek Muxlisi ve Haşir Vahidlarmu tashkilot vakillarini tayinlab Germaniyada chaqirilgan Sharq Turkiston Milliy Majlisining qurilish yig'iniga avatishdi. Biroq yig'inga qatnashib qaytib kelgan vakillarning ommaga, tashkilotlarga bergan dokladlarida Germaniyada qurilgan tashkilot da'vatda aytilgandek Sharq Turkiston Milliy Majlisi emas, balki Dunyo Uyg'ur yoshlari qurultiyi bo'lib qolganligi uqtirildi. Peshqadam zotlarning, tashkilotchilarning nazarda yoshlar tashkiloti deb bir tashkilotning o'tirg'i chiqishi vatan qutqizish harakatida yoshlarni cho'nglardan ajratib etadigan, cho'nglarni tayanchsiz, yoshlarni tajribasiz holga keltiradigan yomon oqibatning boshlanishi bo'ladi ekan. Ularcha bo'lganda avval markaziy tashkilot borliqqa kelishi, yoshlar shu markazning tarkibida bir komitet shaklida bo'lishi kerak ekan. Darvaqa yoshlar tashkiloti bo'lgan ekan, uning ichida cho'nglarning o'rni bo'lmaydi. Shunga Uyg'urlar uchun vatan qutqizish faoliyatiga vakillik qiladigan markaziy tashkilot qurilishi kerak. Bu bir yangi majroga sabab bo'lsa, uningsizmi Myunxen shahrining o'zida Sharq Turkiston Yevropa Birligi tashkiloti, Dunyo Uyg'ur yoshlari qurultiyi nomli ikki tashkilot. Ya'ni Badyoqi 60 Uyg'ur, yana Sharq Turkiston uchur markazi qatorliq guruhlar orasida go'yida odam talashish, go'yida atoq ustunlik talashish janglari boshlangan ekan. Shuning bo'lib 5-fevral G'ulji qirg'inchiligida urkitilgan Uyg'urlar mayli vatandan sirtqa chiqolsin, mayli O'rta Osiyo, Qozog'iston, Pokiston, Turkiya taraflarida qochoq va yerim qochoq yurgan Uyg'urlar bo'lsin, Germaniya, Gollandiya, Norvegiya, Shvetsiya, Belgiya, Fransiya, Angliya, Irlandiya qatorliq davlatlarga ko'chishga boshladi. Ular siyosiy panohlik tilaydigan bo'lg'achqa, Myunxendagi tashkilotlardan a'zolik isboti, Xitoyning zulmiga uchraganlik isboti, hatto 5-fevral G'ulji yoshlar harakatiga qatnashganlik isboti qatorliq isbotlarni oladigan bo'lg'achqa, tashkilotlar aro raqobat jangi, o'lji talashish hayvisi yuqori pallaga chiqib, ba'zida ochiq tilishlarmi bo'lib turadi ekan. Ana shunday ko'ngilsiz chog'larda heliqi arbob o'ksinib qaqshigan ekanda. Keyincha Yevropa davlatlarida Uyg'ur siyosiy ko'chmanlari ko'paygan sari Myunxendagi tashkilotlardan o'rnak olib, o'zlari turayotgan joylarda tashkilot qurib, faoliyat namoyish qilgan vaziyatlarmi borliqqa keldi. Ular Myunxendagi qaysi tashkilotdan o'rnak olgan bo'lsa, shu tashkilotdan do'kon ayirib chiqqan shogirdlardek bir oshkora vaziyatmi shakllanishga boshladi. Bu hol Germaniyadagi ichki raqobat jangini chegara halqitib, Yevropa miqyosidagi guruhvozlik kayfiyatini shakllantirdi. Yevropadagi qaysi bir shahardagi tashkilot ichida mansab talashish yoki bir davlatdagi bir qancha tashkilotlar orasida cho'nglik talashish raqobati ko'rilsa, jazmanki uning rejissyorlari, arxitektorlari Myunxenda bo'ladi. Myunxendagi tashkilotlar yoki ochiq aytganda yo'li bor, so'zi bor kishilar dastlabida Yevropada shakllanayotgan vatan ozodligi harakatining markaziy holiga kelgan bo'lsa,
bu vasıta orqali yoki bu palampay orqali yuqori o'rlab butun dunyo bo'yicha markazga o'xshash bir vaziyatni shakllanishga boshlagan edi. Uning ustiga yiroqdagilarning markazga talpinishlari, sizlar cho'ng ishlarni qilyapsizlar, sizlar bo'lg'achqa biz xotirjam degandek rost yolg'on mediyalari markazdagilarni texmi ko'riklantirib, raqobat ingini g'idiqlab, keyinchi biz markaz deb ochiqdan ochiq to'shiga chekadigan, joylardan keladigan fikr taklif qo'polroq aytganda ta'ni tanqidlarga qizirib turib raddiya beradigan vaziyatmi yetildirildi. Yolg'on gapni ming qatim takrorlasa haqiqatga aylandi debdikan qadimgi zamon Yunon faylosoflari haqiqatni sharhlab. Xuddi shuningdek bo'lib o'tadi. Myunxendagi vaziyatmi? Peshqadamlarimiz 1998-yil noyabr oylarida İstanbulga yig'ilib Sharq Turkiston milliy markazini tashkil etdi. Bu tashkilotning ismi markaz bo'lgani bilan amaliy qilgan ishi butun dunyo bo'yicha e'tirof qilingan, xalqaroga ochilgan Sharq Turkiston masalasida vakillik o'ringa ega haqiqiy bir markaziy tashkilotni borliqqa keltirish edi. Darvaqa shu g'oya bilan qurilgan Sharq Turkiston milliy markazining ma'naviy madad berishi, haydakchiligi, har qaysi allarga pishqadam mustaqilchi zotlarning tavsiyalari, shuningdek to'liq huquqli bir markaziy tashkilotning maydonga chiqishini orzu qilgan qarindoshlarimizning moddiy va ma'naviy qo'llashi orqasida 1999-yil 10-oktyabr dunyoning har qaysi joylaridan kelgan vakillarning o'rtaq arzu-armonlariga yarasha Myunxen shahrida Xalqaro Sharq Turkiston Uyg'uriston milliy qurultiyi qurildi. Qurultay yig'inga qatnashgan barliq vakillarning peshqadam nufuzli shaxslarning o'rtaq fikr takliflariga asosan bu qatimki tashkilotni qandoqdir yangidan qurilayotgan bir markaziy tashkilot emas, aksicha 1992-yil dekabrda tunji qatim Istanbulda qurilgan Xalqaro Sharq Turkiston milliy qurultiyining ikkinchi qatimlik umumiy yig'ini deb ma'qul edi. Lekin bu qurultayga yoshlar qurultiyi qatilmay, yana o'z oldiga minishni tanlab oldi. Erkin Aliptekin apandining sirti qilishimi yaxshi ta'sir paydo qilmadi. Yig'in chaqirilishdan yarim yil avval o'zining bosh bo'lib berishiga tasdiq ma'qul bo'lgan apandim yig'inga taklifnoma yo'linib dunyoning har qaysi joylaridagi tashkilot va shaxslarga bildirilib bo'lgandan keyin bosh bo'lishdan yoltiyib, biroqli chekindi. Uning ko'rsatgan sabablari ideya birligi, g'oya birligi, fikr o'rtoqligi, harakat birligi qatorliq muhim taraflarda birlik bo'lmoqcha haqiqiy yo'sinda tashkiliy birlikning bo'lishi mumkin emas edi. Apandimga shu yillari eng og'ir salbiy ta'sir qilgan omilning biri qurolliq harakat qilamiz deb o'tirg'i chiqqanlarda fikr, ko'z qarash va ideya birligi bo'lmag'achqa ular o'z ichidan chirib o'zaro dushmanlashgan vaziyatlar bo'lishi kerak. O çağlarda Uygurlar arasında vatan millet deb o'lganlar bir zambil go'sht bo'ladi, haram o'lgan bo'ladi degandek so'zlar bakmi yamrab ketmagan. Faqat Hasan Maqsum yangidan tabliq qilib, orqasiga odam ergashtirish uchun qo'llanayotgan taktiki bo'lgan bo'lsa-mu, lekin sal chaqlashqi bo'lmaydigan gapning orqasida noma'lum kuchlarning borligini nazardan saqit qilishga bo'lmaydigan masala edi. Shunga apandim bu sho'r besib ketgan, kardan chiqib ketgan yerga ketmay chepishni xohlamayotganligi aniq edi. Qandaqli bo'lmasin, biroq yaqindagi vatanparvar, mo'tabar pishqadamlar Yevropaning o'ttirisida Germaniyadagi bir muhim davlatda Sharq Turkiston milliy qurultiyining angi ilinganligidan xushnud edi. Milliy qurultay o'zini oz to'la radga solib, bir yoqdan Yevropadagi munosabatli joylar bilan yangidan diplomatik munosabat o'rnatishni ishga oshirsa, yana bir tarafdan joylardagi tashkilotlarni qurultayning tarkibiga qo'shilib, ismiga loyiq markaziy tashkilot bo'lish uchun tirishchiliklar ko'rsatilmoqda edi. Biroq raqobatchilar ikki yondan biqindab aram bermadi. Milliy qurultay rahbarlari biror tashkiliy organlar bilan munosabat o'rnatmoqchi bo'lsa, raqobatchilar darhol harakatlanib, milliy qurultayni biz e'tirof qilmaymiz, xavringlar bo'lib qolsin degandek uchur yo'llab, yordam qilg'isi bor boshqa millatlarni dilg'ul qiladi.
yuz berayotgan bu ishlar haqiqatan ichki raqobatmi yoki dushmanlikmi? Farqini bilmek qiyin edi. Aradan 2 yil o'tib 2001-yili noyabr Brüsseldagi Yevropa parlament yig'in zalida Milliy qurultayning 3-umumiy yig'ini chaqirildi. Sirtdan Xitoy qo'rimi nuqtaga elib, Belgiya Tashqi ishlar ministrligiga jiddiy norozilik yo'lladi. Shuning bilan to'xtab qolmagan mustamlika Xitoy Milliy qurultay yig'iniga qatnashish uchun Qozog'iston va O'rta Osiyo, Turkiya, Saudiya qatorliq joylardan keladigan vakillardan 40 dan ortiq kishilarni terror gumondori tizimiga kirgizib, Belgiya hukumatini ogohlantirdi. Shuning bilan Belgiya hukumati har qaysi davlatlardagi elchixonalarga jiddiy buyruq tushirib, tizimlikdagi odamlarga viza berishni chekladi. Natijada yetimlarning og'zi ochiq tegsa burni qanapti degandek Uyg'urlarning og'ziga tish chiqib, tunji qatim chaqirayotgan mashhurroq rasmiyatlik bir yig'inni to'sqinlikka uchirdi. Ama yig'inga keladigan vakil va mehmonlar bilan xalqaro bir ilmiy doklad yig'ini va xalqaro Sharq Turkiston Uyg'uriston Milliy qurultayining 3-navbatlik umumiy yig'ini ochilib, tantana qilindi. Shuningdan keyin Xitoy mustamlikachilarimi hujumni keskinlashtirdi. Yoshlar qurultayi yetakchiligidagi tashkiliy raqobatchilarni keskinlashdi. Mayli eg'iz orqali bo'lsin, mayli internetga mavhum dunyoda bo'lsin, Milliy qurultayning Belgiyada chaqirilgan yig'inini inovatsiz deb jakarladi. Chunki vakillar to'liq qatnashmagan saylam yig'ini bo'lg'achqa, qurultayning rahbarlik qatlamiga saylanganlar qonunsizmish. Shunday qilib, dastlabda Myunxendan boshlanib, Yevropaga palak tortgan raqobat endilikda rasmiy xamaklab, Yevropadagi Uyg'urlar yashaydigan hamma davlatlarda oq taqiyalik, qora taqiyalik bo'lib, to'liq ikki tarafga, ya'ni oq tog'liq, qora tog'liq bo'lib, to'liq ikki tarafga ayrilish amaliyotga aylandi. Bundaq vaziyatning yuz berishini vatan millatning g'ami uchun yig'laydigan hech qanday bir Uyg'ur arzu qilmaydi. Shunga Milliy qurultayning raisi Anvarjon apandi haqiqiy tashkiliy birlik uchun vazifasidan chekindiganlik arzusining borligini o'tirib qo'ydi. Chunki u ayni vaqtda vazifaga saylanishda haqiqiy tashkiliy birlikni o'tirg'i chiqarman deb va'da bergan edi. Ammo navbatdagi parchalanish, qo'llashmaslik, Xitoyni unutib, dushmanni o'z ichidan izlash qatorliq nachar vaziyatning kun siri ulg'ayib ketishi uni bearam qilmoqda edi. Shuningdek, Milliy qurultayning tarkibidagi ko'plagan nufuzli kishilarning takliflari, qurultay raisi Anvarjon apandining o'tinishlari, yoshlar qurultayi rahbarlarining erkin Aliptekin apandi bosh bo'lmagan hech qanday tashkilotga qatilmaymiz deb shart qilishi natijasida 2004-yil aprelda Chochqan urug' zoyi ketadigan, Chapqan ketmanning tari bekorga oqadigan sho'rliq yerga erkin Aliptekin apandi noiloj dassashga ma'qul bo'ldi. Ya'ni 2004-yil aprel Myunxenda chaqirilgan Milliy qurultayning 4-navbatlik umumiy yig'inida erkin Aliptekin apandi rais bo'ldi. Tashkilotning nomi Dunyo Uyg'ur qurultayi bo'lib ma'qullang'achqa, Milliy qurultayning 4-navbatlik umumiy yig'ini emas, balki Dunyo Uyg'ur qurultayining 1-navbatlik umumiy yig'ini deb umumiy yig'ini bo'lib ataldi. Shu munosabat bilan 1992-yil dekabr İstanbulda qurilgan xalqaro Sharq Turkiston yana Uyg'uriston Milliy qurultayi 4 qatimlik umumiy yig'ini bilan birga aslimiga aylandi. Mushu ulug'vor kundan e'tiboran tashkilotlar orasidagi kastin raqobatlarga xotimi berilgan bo'lsa-mu, markaz ichidagi kishilar aro raqobat yangi bir majroga homil bo'ldi. Bu to'g'ri keyingi munosib bablarda tafsili to'xtalaman. Davomi bor.